Assalomu alaykum aziz obunachilar. 42-turimiz gilamli prizlaridan $5000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Buxorodan, Rometan tumani. Kim o'ynagan o'yinimiz? Akam Ratnoy akam o'zimni. Ramazon akam. Ramazon akam telefon qildimi? Nima dedi telefon bilan? $5000 yutib oldim dedi. 5000 yutib oldim dedi. Ishongim kelmaydi-da. Endichi Yutishlarga ishonardim, lekin prizga ishonmadi. To'satdan bo'ldi-da. Juda ham xursand bo'ldik. Mana aziz obunachilar, akamizni ukalari kelgan ekan, qo'llariga $5000 topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Sizlarning ham ishlaringizga omad. Shu o'yinda o'ynaganlar pul nimalarga rozi beringlar, pul tashlaganlar. Sizlarga ham mana shunaqa bundan ham katta yutuqlar nasib qilsin. Hammaning ishiga omad. Biz ham yana o'ynab turamiz. Aytgansiz. Kecha siz bilan gaplashdingmi? Ha, men bilan gaplashdingiz. Qizim operatsiya bo'lyapti deb siz aytdingizmi? Akam. Ha, akangiz aytdi. O'g'ilchalari. O'g'ilcha yaxshimi? Yaxshi. Xudo xolasa shu pul joyin topdi, o'sha kishiga atagan ekanlar. Shuni niyat qilib o'ynagan ekanlar akam, Ramazon akam. Hozirsa ham aka ishlatib olasizlar. Aka sog'ayib ketsin akamiz. Tinchlikmi nima bo'ladi? Ashi musofirlarda Abdurasul akam nomidan mana shu $500 pul. Rahmat. Akamiz ashi o'g'li operatsiya bo'lyapti, kecha aytdi. Nima ko'nglimizdan olib qoldi. Rahmat, juda ham xursand qildingiz. Rahmat aka. Ishlaringizga omad sizlarga ham. Shifosini bersin aka. Ilohim, hozir o'zi uzamot gaplashdim akam bilan. Moskvadan doktor chaqirgan edik. Hozirgina olib kirishibdi operatsiyaga. Yaxshimi o'zi aka? Ko'pchilikdan so'raymiz, ko'pchilik duosi nima qabul bo'ladi deylar. Shu yaxshi, ilohim sog'-salomat tuzalib ketsin. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi shifosini bersin Alloh. Rahmat. Xudo xolasa joyin topdi. Xursand bo'ldim. Joyin topdi, haqiqatan ham joyin topdi, lekin niyat xolis bo'lgani uchun Xudo berdi. Aytganingiz kelsin. Bizning nomimizdan shu. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling aka. 42-turimiz gilamli priz $20,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Sizlarsiz, sog'lik yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan keldik. Kim o'ynaganda o'yinimizni? O'g'lim o'ynagandi. Bar telefon qilgandir shu kuni. Ha, o'sha kuni telefon qildi. Shunaqa deb. Juda xursand bo'ldik. Shu o'yinda tashkil qilgan homiylari, ishchilariga katta rahmat. Mana shunchalik yordam qilib, nimada ishlab yurganlarga yordam bo'lyapti anna. Uy qilyapti, mashina olyapti, to'y qilyapti, kam-ketini qilyapti. O'shaning uchun sizlarga juda katta rahmat. Rahmat sizlarga. Mana aziz obunachilar, 42-turimiz gilamli priz $20,000 mana tog'amiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Doim etganlar. Aytganingiz kelsin. Bir musofirlarga tilaylarim. Musofirlarga tilaklarim hamma sog' salomat bo'lsin. Oilalarni bag'riga eson-omon kelsin, bolalarning oldiga. To'rmichalari sog' bo'lsin, yurgan yo'llari hamisha bexatar bo'lsin. Topganlariga baraka bersin. Rahmat. Ona sizga ham bar telefon qilgandir. Birinchi bo'lib qildi. Xursandchilik bo'ldi. Ha. Sizlarga ham rahmat. Obunachilar ko'paysin, ular ham yana unisi ham o'ynaversin. Hammasi tezroq kelsin. Tezroq kelib, oilasini baxtiga, sog'lashsin doim. Sizlar baxtinglarga, yaxshi kunlarda ko'rishni yana nasib qilsin. Xo'p, rahmat. 42-turimiz gilamli priz $20,000 mana olgan tog'larimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Sizmisiz? Qayerdan keldingiz? Andijon viloyati Jalolquduq tumani Yujniy Olomishq posyolkasidan keldik. Kim o'ynagan o'yiningizni? O'g'lim o'ynagan. Telefon qilgandir bari. Qildi. Nima dedi? Mashinaqa $20,000 yutib oldim. Nimani ko'ringlar dedi. Keyin telefonda ko'rdik. Xursandchilik bo'ldi. Ha, rahmat. Bunisi ash kuni kelgan. Ha, unisi qolgan edi. Bu kelib 2 soatdan keyin telefon bo'ldi-da. Mashinaqa deb buni har doim ko'rib turamiz-da biz. Bir paxtavodlik bola yaqinda bir oy bo'ldimi? Hali $50,000 yutdi. O'zim olib borib topshirdim. Ashunda ashi bolaga aytgandinglar. Haligi nima niyatingiz bor desa, Rossiyadan ketish niyatim deb. Ashini eshitib havas qilgandim. Mana doim berdi. Alloh berdi. Allohga shukr. Mana aziz obunachilar, 42-turimiz gilamli prizi $20,000 mana tog'am qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Rahmat. Bir musofirlarga tilaylarimiz bo'lsa. Hammaga
omad tilayman. Musofirdagilarga hamisha niyati amalga oshsin. Sizlarda ham mana shunaqa yaxshi ishlarda charchamanglar. Rahmat. Xudo xolasa yana ko'rishni nasib. Xudo xolasa. Aka kimi bo'lasiz? Salom. Men akasi bo'laman. Bali eshitgandirsiz, baribir bilet ishiga kerak. Billar, shu biletni olib, bitani olib tashab keldi ukam. Mana shu kuni men soat 11larda kirib keldim. 1 soatdan telefon qildi, aka mana shunaqa $20,000 yutdim. deb telefon qildi, xursandchilik. Rahmat aka, rozi Rahmat bo'ling. sizlarga ham, obunachilar ham tashlagan pullariga rozi bo'lsin. Biz ham shunchadan beri o'ynab kelyapmiz. Tashlagan pullarimizga rozimiz. Xudo xolasa bir haftada ko'rishamiz yana. Yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi ish bo'linglar. Omad tilayman. 42-turimiz gilamniy prizi $20,000 mana olgan akalarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Bizneslar qayerdan keldingiz aka? Buxoro Peshka rayonidan. Kim o'ynagan o'yningiz? Akam o'ynaganlar. Mana akam telefon qilgandir ashkuna. Ha, telefon qildi albatta. So'zma-so'z aytingchi. Men to'g'risini aytsam, o'sha kun uyga yo'q edim. Aylanishga, dam olishga ketdik janimiz bilan. Kelsam shu xursandchilik. Keyin gaplashdik, ana shuna yutuq chiqdi. Ana aka ukalar o'yiniga deb. Shu Shuna dedim, borib kelasan dedim. ha, endi 1-2 kun apazat qilaydingizlar, ketaydim men ham Rossiyaga qaytib. Mana aziz obunachilar, akamizni ukalarning qo'llariga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlatgan aka. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum musofirdagi aka-ukalar, opa-singillar. Ana shu aka-uka o'yiniga o'ynanglar. Ishonchli ekan. Bizlarni o'ynadik, akam yutgan ekanlarni berdilar, akamiz Toshkentga kelib oldik. Sizlar ham o'ynanglar, bergan pullaringizga, o'ynagan tikkan pullaringizga rozi bo'linglar. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi safar uyingizga borib topshirish nasib bo'lsin. Nasib. Aka, kimingiz bo'lasiz? Biz qo'shnisi bo'laman. Eshitgandirsiz akamizni. Shu xursand bo'ldik. Nimachilik bo'ldi? Ishonch oldimi Samigiran? Mana ishondim ha. Avvalisiga ishonmagandim, mana kelib mana ko'rdik, ishondik. Aka, sizga ham Omad rahmat. sizlarga ham. Yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin siz bilan. Xo'p, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar. 42-turimiz gilamniy prizlari $20,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Kelamiz. Qayerdan keldingiz aka? Andijondan. Andijondan. Ulug'nor tuman Mingbuloq qishlog'idan keldik. O'zingiz o'ynagandingiz. O'zim o'ynagan. Borib o'zim olaman deb niyat qildingiz. Qachon keldingiz aka? 2 kun bo'ldi. Qaysi shahar dedingiz? Nalchikda edim, Kavkazda. Ha, Kavkazdan. Mana aziz obunachilar, o'zim borib olaman deb niyat qilgan ekan. 42-turimiz gilamniy priz $20,000 akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating aka. Doim hech qachon tugamasin aka. Bu musofirlarga tilaylaringiz bo'lsin. Barchalar o'ynaveringlar obunachilar. Mana kelib oldik pulni. Xudoga shukr, zo'r, hammasi yaxshi. Bosinglar. Aka, rahmat aka sizlarga. Aka kimi bo'lasiz siz? Akasi bo'laman. Bar telefon qilganda birinchilardansiz. Ha, birinchi menga telefon qildi. Nima dedi telefon qilib? Videosini tashladi. Video oldim dedi. Video oldim. Endi kelaver dedingiz men. Ha, kelaver endi ishlaring deb dedim. Ha, bo'pti aka, omadinglar bersin. Sizlarga Yaxshi omad, kunlarga ishlatinglar. sizlarga Hech qachon tugamasin. Sog' salomat bo'linglar. Bizga aytgan. 42-turimiz gilamniy prizlaridan $5,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Qayerdan keldingiz aka? Xorazm viloyati Yangiariq tumanidan. Kim o'ynagan o'yinimiz? Elmurod. Akamiz o'ynagan. Elmurod akamiz o'ynagan. Telefon qilgandir sizga. Menga telefon qildi, yutdim $5,000 o'shani olib keling Toshkentdan deb telefon qilishdi. Buna keldik, sanab oldik, yana $5,000. Mana qo'llaringizga beryapman. Mana aziz obunachilar, akamizni qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Aka hech qachon tugamasin. Rahmat, ishlaringiz omad. Musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Hammangiz o'ynang, yuting, omadingiz bersin. Ishonch olding. Ishonch bor, Xudo xolasa. Aka, yaxshi kunlarda yana ham katta yutuqlarni ko'rish nasib qilsin. Aytganimiz kelsin. O'zim boraman Xorazmga. Xudo xolasa. Ertaga ketyapman lekin. 42-turimiz gilamniy prizlaridan $20,000 mana akalarimiz keldi olgani. Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi sizlar? Qayerdan keldingiz aka? Andijonning Jalaqudug'ini Paxtakor tumanidan. Kim o'ynagan o'yiningiz? Ukamim o'ynadi o'zim, radnoy ukam. Telefon qilgandir akamiz. Ha. Nima dedi telefon qilib? Mana shunaqa yangilik bo'ldi aka. Xudo xolisa tabriklang. Shunaqa pullar yutib oldim, $20,000 dedi. Xursandchiligimiz cheki yo'q. Ishonarli ekan. Xudo xolasa omadinglar bersin. Rahmat aka. Mana aziz obunachilar, 42-turimiz gilamniy priz $20,000 mana akamiz akalariga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlating aka. Hech qachon tugamasin. Rahmat, sizlarga ham boringlarga shukur. Musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa.
musofirdagilarga hammasiga omadini bersin, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin, kuch-quvvatini bersin. Sizlarni ham ishinglar o'ngidagilar, omadinglar yana ham martabalar ulug' bo'lsin. Sizga ham rahmat. Yana ko'rish nasib. Xudo xolasa yana ham nasib, yana ham zo'rlarida ko'rish nasib qilsin. Endi keyin safar uyingizga boraman. Bo'ldi, Xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Kim bo'lasiz siz? Kuyov singlim bilan kuyov bolam bilan yutoyman. Bari eshitgandirsiz yangilik. Yangilikni eshitib biz ham xursand bo'ldik. Hammalariga omad beramiz, sen omad tilaymiz senga. Rahmat. Yaxshi yetib olinglar aka. Aytganingiz kelsin. Yaxshi yetib olinglar. Mayli. Omonat topshirib. Sog' bo'linglar. Salomat.